Bularni bilmay turib hech qachon biznes boshlamang. Bugun men siz bilan juda ham muhim mavzuda gaplashaman. Bu mavzularni o'zlashtirsangiz, biznes boshlayotganda juda ham katta chiqimdan o'zingizni tiyasiz. Ha, bugun meni kursimga o'zini biznesiga $500,000 tikib yuborgan, lekin hali ham ozgina bo'lsa pulini qaytara olmagan ayol yozildi. Bu ayolni ko'rib, men bu bilimni ayollarga o'rgatishim kerak dedim. Chunki Telegramda ham, Instagramda ham, hayotimda ham juda ham ko'p ayollarni ko'ryapman. Biznesga juda ham ko'p pul tikib qo'ygan, ammo lekin hozir minusda. Bugungi bilimlar orqali siz katta o'zingizni chiqimdan qutqarib va daromadli biznes qilishni o'rganasiz. Bu darsni oxirigacha ko'ring va daromadli biznesni turlarini bilib olasiz. Xo'sh, biznes aslida omad emas. Biznes aslida siz o'rganish iloji yo'q bo'lgan narsa emas. Biznes bu tizim, o'zini qonunlari bor. Va bugungi darsda men sizlar bilan aksariyat ayollar tadbirkorlikka kirayotganda qiladigan xatolar haqida gaplashaman. Ushbu videoni ko'rgandan keyin siz xatosiz biznes boshlaysiz, inshaalloh. Birinchi o'rinda eng katta xato biznesda maqsadsiz kirish. Maqsadsiz. Har bitta inson hayoti davomida biznesga kirib ko'radi. Bo'lmaganda kosmetika sotib ko'radi, bo'lmaganda NL sotib ko'rgan, Oriflame sotib ko'rgan bo'ladi. Lekin atigi 10% qoladi. Chunki 10%ni asl biznesdan maqsadi bo'ladi. U o'zini talantlarini ishlayotgan holda tadbirkorlikka kirish. Aksariyat ayollardan so'rasam, kursimga nima uchun siz tadbirkorlikni tanladingiz desam, menda hobbi dedi. Hobbi deb boshlangan biznes hobbiligicha qolib ketadi. Hobbidan o'sha hobbida shug'ullanganingizda maza qilasiz, lekin undan siz foyda kutmaysiz. Shuning uchun agarda siz yo'q, men tadbirkorlikka jiddiy kirishdim, o'rganaman va men katta daromadga chiqaman desangiz, siz har bitta hisob-kitobingizga va har bitta xodimingizga va qilayotgan qaroringizga, investitsiya qilayotgan pulingizga alohida siz jiddiy yondashasiz. Pul uchun topish uchun emas, men o'zim shaxsiy rivojlanish uchun. Yo'q, siz tadbirkorlikka pul topish uchun kirsangiz, shunda niyatni to'g'ri qilishingiz kerak. Ba'zilar o'rtog'im biznes boshlaganida, qarindoshim biznes boshlaganida ularga havas qilib kirdim deyishadi. Men bu biznesdan o'zi maqsadim nima? Men O'zbekistondagi eng sifatli servis ko'rsatadigan biznes ochmoqchimanmi? Men eng chiroyli tortlar qilmoqchimanmi? Maqsadim nima? Nafaqat pul bo'lishi kerak, balki inson zotiga xizmat qilish bo'lishi kerak. U xizmat turida O'zbekistondagi iloji boricha eng sifatli yoki eng arzon yoki eng qulay insonlarning hayotini yaxshilash bo'lishi kerak. Zerikkaningizdan yaxshi kayfiyat uchun biznes ochilmaydi. Biznes ichto'la muammo. Bir kun xodimingiz ketib qoladi, bir kun svetingiz, 3-kun arendadator qimmatlatib boradi, 4-kun klient atmen beradi. Tadbirkorlikka kirgan inson har kuni bitta muammoni yechadi. Siz shunga tayyor bo'lib kirishingiz kerak. Hobbi uchun biznes boshlamangiz. Hobbi uchun to'qishni o'rganing, chizishni o'rganing, makiyaj qilishni o'rganing. Lekin tadbirkorlik hobbi uchun emas. Tadbirkorlikka siz har kuni bitta muammoni yechish uchun kirasiz. Asl maqsadingiz pul bo'ladi, lekin katta pullarga faqat siz insonlarning hayotini osonlashtirib kirib borasiz. Va ikkinchi eng katta xatolardan biri bu mijozni bilmaslik. Men kimni muammosini yechishga harakat qilyapman. Mana eng yaxshi ko'rgan ibora, aksariyat ko'pchilikka bu iborani bilishadi. Hammaga sotishga urinishlik bu eng katta xato. Hammaga yoqadigan, hammaga to'g'ri keladigan mahsulot bu yokida suv, yokida un, yokida non. Boshqa narsalarni o'zini mijozi bo'ladi. Siz o'zingizni mijozingizni bilishingiz kerak. Siz uy bekalariga sotmoqchimisiz yoki ishchiga ayollarga sotmoqchimisiz? To'y biznesiga kirmoqchimisiz yoki o'zingizni mijozingizni aniq ravon bilib olsangiz, shunda siz mijozingizni hayotini osonlashtira olasiz. Ba'zi bir mijozlar bor, ularga pul qiziq emas, ularning muammosi, ularga tezlik qiziq. Ba'zi bir mijozlarga kreativность, boshqalarga umuman o'xshamaslik, o'zlarini individual podxod kerak ba'zi mijozlarga. Ba'zi mijozlar oxirgi minutda qimmatroq sotib olishga tayyor bo'lishadi, ba'zi mijozlar bu 6 oy avval sotib olishadi.
siz o'zingizni mijozlaringizni, ya'ni maqsadli auditoriyangiz aniq bilsangiz, man kim uchun sotyapman, ularni qaysi muammosini hal qilyapman, ularni oyligi qanaqa, ularni orzulari qanaqa, ularni xarakteri qanaqa deb o'z mijozingizni yaxshi o'rganib olsangiz, siz mijozingizni hayotini yaxshilab bera olasiz. Ana men marketing noldan va sold out kurslarimda maqsadli auditoriyani to'liq o'rganish alohida darsi mavjud. Endi eng katta ayollar qiladigan va juda ko'pchilik biznesga, yangi biznesga kirib keladigan insonlar qiladigan xato bu hisob-kitobsiz ishlash. Man qancha kurslar qilganman, Growth Academy o'quv markazi ochganman, har xil biznes turdaginilarni qilib ko'rganman. Finansist olmagunimgacha manda baraka bo'lmagan. Nafaqat buxgalter sizni kirim-chiqimni ko'rib beradigan inson. Finansist esa kelajakdagi o'zingizni biznesingizga reinvestitsiya necha pul ketyapti, kelajakdagi planlaringizga qaragan holda finansni planirovka qilib beradigan finansist. Moliyachi boshqa, buxgalter boshqa. Bizda O'zbekistonda qanaqa? Buxgalter hisob-kitobni qilib bersa, sal 50% hisob-kitob bo'lsa, o'zini zo'r hisoblaydi. Yo'q, sizni asl shu darajada yaxshi hisob-kitobchi bo'lish kerakki, sizda kelajakdagi pul topishingiz uchun, kelajakdagi reinvestitsiyangizga necha pul kerak hozir? Kelajakka ham reinvestitsiya uchun pul olib qo'yish kerak. Bizda O'zbekistonda nafaqat biznes o'zini chiqimlarini yopadi, zo'rg'a yopib o'zini chiqimlariga pul ishlatib yuboradi. U shaxsiy biznesingizga hamma pulni olib olish, kelajakka reklama uchun va kelajakka o'z mahsulotingizni, servisingizni rivojlantirish uchun biznesga reinvestitsiya qilmasa, u qulashni anglatadi. Chunki sizni konkurentingiz har doim reinvestitsiya qilgani qanchadir miqdordagi pulni olib qo'yadi. Hattoki men ham masalan kurslar qiladigan bo'lsam, har bitta kursdan kamida 10 mingini olib qo'yaman YouTube uchun. Kelajakka reinvestitsiya uchun, target uchun, kelajakka yana ko'proq insonlarga foydam va bilimim tegishligi uchun men alohida pulni olib qo'yaman kelajakka reinvestitsiya uchun. Shuning uchun sizda nafaqat zo'r buxgalter bo'lish kerak, sizni kelajagingizga alohida pulni nafaqat o'zingiz shaxsiy saqlab qolishingiz uchun, o'zingizni shaxsiy reinvestitsiya uyingiz uchun yoki mashinangiz uchun, biznesingizga reinvestitsiyani ham alohida moliyachi hisoblab berish kerak. Aynan meni o'zimning loyihalarimda qachon katta baraka bo'lgan, qachonki finansist olganimdan keyin. Buxgalter boshqa inson, finansist boshqa inson. Qayerda hisob-kitob bo'lmasa, kelajak bo'lmaydi. Shuning uchun buxgalter aniq, ravon sizga hisob-kitobini qilib berish kerak va finansist ham kelajakdagi loyihalaringizni hisob-kitobini qilib berish kerak. Buxgalter prosta kirim-chiqimini hisoblab bersa, finansist mahsulotingizni narxini hisoblab beradi, ustiga qo'yayotgan marjani hisoblab beradi va qanchada bitta loyiha sizga katta kirim olib kelib berishini ham hisoblab beradi. Shuning uchun eng katta xato bu yerda hisob-kitobsiz ishlash. Juda ham ko'p men o'quvchilarim kelganda o'z mahsulotini juda ham arzon sotib yuborayotgan bo'lgan. Chunki agar men arzon sotish tarafdori emasman mahsulotingizni, chunki nafaqat sizni arzon sotsangiz sizda reklamaga pul bo'lmaydi, byudjet. Reklamaga byudjet pul bo'lmaydi, o'zingizni kadrlaringizni o'qitishingizga ham pul bo'lmaydi, hamda yaxshi оборудованиеga ham pulingiz bo'lmaydi. Eng zo'r biznesda, eng chotki zo'r biznesda o'z mahsulotingizni tan narxini 3 barabarini sota olgan biznes, 3 barabar qo'ya olsangiz, o'sha zo'r biznes hisoblanadi. Juda ham ko'pchilik birga bir qo'ya olmayman deb, juda konkurensiyani noto'g'ri narx bilan yutaman deb, juda ham kichkina marja qo'yib qo'yadi. Shuning uchun siz to'g'ri tan narxini belgilashingiz uchun, ustiga to'liq marja qo'ya olishingiz uchun sizga finansist, moliyachi zarur. Buxgalter boshqa, moliyachi boshqa. Shuning uchun sizga professional moliyachini olsangiz, daromadli biznesga chiqishingiz ehtimoli balandroq bo'ladi. Buxgaltersiz ishlash bu jarlikka ketish. Agarda buxgaltersiz ishlash bu вообще jarlikka ketishni birinchi bosqichi hisoblanadi. Endi keyingi xato nima deb o'ylaysiz? 5-xatoga keldik. Va albatta bu hisob-kitobsiz ishlashdan eng katta xatolardan biri kompaniya pulini ko'proq shaxsiy o'zini chiqimlariga ko'proq pul ishlatib yuborish. Shunda moliyachi adashib ketadi. Biznes qancha foyda qildi,
dividend qancha bo'ldi, kelajakdagi loyihalarimizga qancha pul ishlatib planlashtiryapmiz. O'zingizni shaxsiy chiqimlaringizni ham biznesga qo'shib yuborsangiz, finansistingiz sizni har doim urishadi. Menda bu narsa albatta bo'lgan. Hozirgi kunda ba'zi holatlarda ham bo'ladi. Chunki hisob-kitob noto'g'ri chiqadi, aniq daromadni hisoblash noto'g'ri chiqadi va kelajakdagi loyihalarga reinvestitsiyangizni hisob-kitob ham noto'g'ri chiqadi va shaxsiy chiqimlaringizni biznesga aralashtirmangiz. Xo'p, keyingisi va hozirgi zamon talabi 5-xato bu blog yuritmaslik. Ya'ni o'z biznesingiz haqida ommaga yetkazmaslik katta xatolardan biri. Chunki men Instagramda ko'p o'quvchilarim keladi. Bittasi o'zini Instagramini shaxsiy brendini yurg'izgan, ikkinchisi umuman Instagramda yo'q. Endi bittasi fiziskiy bozor ochib qo'ygan, a bittasini umuman Instagramda onlayn reklamasi yo'q. Endi fiziskiy bozor ochib qo'ysangiz, bozorda yoki yo'l-yo'lakay o'zingiz magaziningizni ochib qo'ysangiz, sizning mijozingiz kim bo'ladi? 4 kilometr radiusida joylashganlar bo'ladi. Xolos. Ular har kun ishga ketayotganda, o'qishga ketayotganda qancha odam, ko'p odam ko'rsa, demak biznesingiz yuradi. Qolganlarning tushiga kirmaysiz. Uxlab yotganda pistonchi Shotorustaverida yangi magazin ochdi deyilmaydi. Men Shotorustaverida magazin ochdim deb o'zingiz Instagramda dodlashingiz kerak bo'ladi. Juda ham ko'p holatlarda Instagrami bor, blog yuritgan insonlarni daromadi, sotuvlari baland bo'ladi. Chunki bizda insonlarning yuzi issiq, biza mahsulotni insonlardan sotib olamiz. Insonlarga, chunki biza pulni ishongan insonga beramiz. Biza kompaniyani no name, yuzi yo'q insonga pulimizni bergimiz kelmaydi, puli bor insonga bergimiz kerak. Shuning uchun sizni qancha ko'p inson tanisa, insonlarning yuzi birinchidan issiq, ikkinchidan yuzi sotadi, yuzida ishonch bor va Instagramda biz pulimizni kimga beramiz? Instagramda eng ko'p ko'rgan insonlarga. 6 oy davomida men siz Instagramda yuzingizni ko'rsam, men sizga pulimni berishga tayyor turaman. Ishoning, $1000 dan $10,000 yoki uy ham sotib olishim mumkin. Hattoki $500,000 ham sizga berib yuborishim mumkin. Agarda men sizga ish olsam, sizdan kvartira olishim ham mumkin. Albatta, har doim biz hozirgi statistikalarni o'rganadigan bo'lsak, chiroyli va to'g'ri blogini yurgizganlarda pul bor. Blogini to'g'ri chiroyli yurgizmaganlarda pul ozroq hisoblanadi. Endi 6-chi eng katta xatolardan biri qanaqa desak bo'ladi. Men hammasini mukammal darajada qilaman. Men biznes boshlashim uchun eng qimmat kurslarda o'qishim kerak. Men biznes boshlashim uchun zo'r investor topishim kerak. Men biznes boshlashim uchun hech kim qilmagan biznesni qilishim kerak. Men biznes boshlashim uchun ozishim kerak. Men Instagramda boshlashim uchun yangi uyga ko'chishim kerak. Turmushga chiqib olishim kerak yoki ajrashishim kerak. Biznes boshlash uchun ideal vaqt bo'lmaydi. Haqiqiy tadbirkor inson hozirgi bor resurslaridan, bor Instagramidan, bor turmush o'rtog'i bilan birga bor uyidan, bor pulidan pulini 2 barobar ko'paytira olgan inson u tadbirkor hisoblanadi. Eng katta xato hozir men hamma qilgan ishni qilmayman deyish. Hech kim qilmagan ishga birinchilardan bo'lib qo'l urish, bu osmonga chiqish kerak-da, Marsga uchish kerak. Marsga uchishga Elon Musk harakat qilyapti, lekin u juda katta pul hozir sarflayapti. Agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, shuning uchun eng katta hech kim qilmagan ishga urinib ko'rish u klientlarni tarbiyalash hisoblanadi va juda katta investitsiya hisoblanadi va u yerda hech kim qilmagan ishni qilish har doim katta minusga kirishni anglatadi. Chunki u bozor hali o'rganilmagan bo'ladi. Lutchi hamma qilayotgan va eng ko'p pul keltirayotgan yo'nalishni topib, o'shani analogini qilgan ma'qulroq. Sizda o'xshagan daromad olib kelayotgan biznes o'ta risk ozroq. Hech kim qilmagan ishni ko'rishga urinish, g'ayrioddiy g'oyalar bilan chiqib men millioner bo'lib ketaman desangiz, bu juda ham noto'g'ri. Chunki u yerda hali hech kim o'rganmagan, u yerda talab bormi, talab yo'qmi, u yerda katta chiqib yotadi. Hech kim qilmagan ishni qilish va sizga aytib qo'y, biznesingizda idealniy ofis bo'lmaydi hech qachon. Idealniy mijoz ham bo'lmaydi, idealniy xodim ham bo'lmaydi. Xodimda o'zingiz noldan tarbiyalaysiz. Birinchi ofisingiz bir xonali bo'lishi mumkin, va shaharda bir chetida bo'lishi mumkin. Birinchi mijozingiz injiq bo'lishi mumkin, dodlashi mumkin. Idealniy biznesda vaqtingiz hech qachon bo'lmaydi. Har kundan siz maksimal ravishda mijozingizga kerakli bo'lgan servisni yoki mahsulotni chiqazib berib, bor ofisingizdan, bor komandangiz bilan daromadga chiqishga urinishingiz kerak. Chunki hozir harakat qilmasangiz, biznesda patternlar qaytalanadi.
qaysi klientlar turi bir xilda bo'ladi ba'zi holatlarda yokida ba'zi holatlarda foyda keltiradigan biznesda o'zini hidi keladi. To'g'ri qilib aytganda, agarda foyda qayerda borligini hidlamasangiz, u yerda siz katta daromad qila olmaysiz. O'sha hidni bilish uchun siz foyda keltirmaydigan bizneslar ishlab ko'rishingiz kerak. Eng katta tadbirkor u biladi qayerda pul bor, qayerda pul yo'qligini, chunki uni tajribasi bor. Agar siz idealniy momentni kutib o'tiradigan bo'lsangiz, hayotingiz davomida sizga hech qachon idealniy moment kelmaydi, chunki siz idealniy emas momentdan tajriba olishingiz zarur bo'ladi. Hech qachon idealniy momentni yo'kida hozir menda motivatsiya yo'q, motivatsiya berib yuboring deydi. Motivatsiya bu bilmadim, motivatsiya bu sigaretga o'xshaydi. Bitta motivatorni ko'rasiz, o'sha sigaretga o'rganib qolganda siz o'rganib qolasiz. Prosta motivatsiya bu dopamin hisoblanadi. Nastroyengiz ko'tariladigan narsa. Vaholanki nastroyengizni shayton bor ekan, любой narsa tushirib yuborishi mumkin. Yomon mijoz, ota-onangiz telefon qilib semirib ketding, mandan xabar olmading, pul bermading, o'qimading, uylanmading, erga tegmading, не то odam bilan yashayapsan, не то joyda. Farzandlaringiz yomon baho bilan. Vaholanki motivatsiyani kutish, zo'r kayfiyatni kutish ham noto'g'ri, chunki shayton bor ekan, har kuni sizni triggeringiz qiladi, har kuni sizga noshukrchilikni ko'rsatadi, pulingiz ozligini ko'rsatadi, kimdir sizdan yaxshiroqligini ko'rsatadi, ota-onangiz telefon qiladi, farzandlaringiz ko'rsatib qiladi. Oilaviy muammolar ham hech qachon tugamaydi, idealniy moment bo'lmaydi. Idealniy motivatsiyani, idealniy holatni kutmangiz. Bu hayotda zo'r kayfiyatdagi inson emas, har kuni ertalab ishga bora olgan inson yutadi. Bu hayotda eng zo'r g'oyasi bor inson, eng zo'r jamoasi bor inson emas, bu hayotda har kuni ertalab turib qilish kerak bo'lgan ishni qila olgan inson yutadi. Shuning uchun idealniy настроение, idealniy investor, idealniy oila, idealniy ofis, idealniy wow, g'ayrioddiy biznes ideyani kutmangiz. Hozirgi bor resurslaringizdan foydalanib, daromadga kirishga urining. Xo'p, endi 7-chi eng ko'p tadbirkorlikka kirmoqchi bo'lgan insonlarning eng katta xatosi albatta tadbirkorga o'xshab fikrlay olmaslik. Chunki tadbirkorlar bilan oddiy insonlarning ko'rinishi bir xil bo'ladi. Tadbirkormas inson bilan tadbirkorni oling, bankda 500 dollarga ishlaydigan inson bilan bir oyda 500 ming dollar topadigan tadbirkorni oling. Ikkita qo'li, ikkita oyog'i bor, ikkita ko'zi bor, bitta burni bor. Bittasini faqat duxi bor, bittasini duxi yo'q. Chunki bittasini duxi nima uchun bor? Bankrot bo'lsa ham tirik qolganligi uchun duxi bor. Любой momentda biznesda qulagandan keyin u o'zini qayta tiklay olgan. Shuning uchun uni duxi bor. Mabodo hozir biznesga o'xshamasa ham ertaga o'xshab ketadi degan unda praktika bor, unda tadbirkorona fikrlashi bor. Agarda siz tadbirkorona fikrlay olmasangiz, siz tadbirkor kabi ishlay olmaysiz. Xo'sh, tadbirkor inson bilan oddiy insonning farqi faqat mindsetida fikrlashida bo'ladi. Endi tadbirkor kabi fikrlagan inson qanaqa bo'ladi? Men sizga aytganimdek, 100% insonlar hayoti davomida qo'shnisiga hatto biror narsa sotib ko'rgan bo'ladi. Tadbirkor emas insonni partnyor aldab ketadi. Tadbirkor emas insonni. Tadbirkor emas insonni klientlari juda injiq bo'ladi. Tadbirkor emas insonni xodimlari farosatsiz bo'ladi. Tadbirkor emas insonni davlat neto sharoit qilib beradi tadbirkor bo'lishga. Ularga neto sharoit. Boshqa davlatda biznes qilish oson, biz davlatda biznes qilish qiyin. Tadbirkor emas insonni okalari aldab ketgan bo'ladi. Tadbirkor emas insonni ota-onasi qo'llab-quvvatlamaydi. U tadbirkor emas-da. Tadbirkor inson bilan tadbirkor emas insonni farqi, tadbirkor inson aybni o'zidan qidiradi. Okey, nima uchun meni xodimlarim farosatsiz demay, men ularni o'qitmayman. Nima uchun meni klientlarim injiq demay, men ular bilan to'g'ri muomala qilishni va ularga kerakli bo'lgan muomalani va kerakli bo'lgan servis va mahsulotni bermayman. Okey, nimaga meni partnyorim aldab ketdi? Chunki o'zim laqqa tushunmagan biznesga kirib oldim. O'sha partnyorimning g'oyasiga ishondim. Biznesning egasi kim? Biznesning g'oyasi kimdan chiqqan bo'lsa, ko'p mehr bo'lgan bo'lsa, o'sha biznes egasi bo'ladi. Tadbirkor emas insonni har doim partnyor aldab ketgan bo'ladi. Chunki u inson do'g'rilarni o'qishga, biznesda oxirigacha o'rganishga, u ideya uchadimi, uchmaydimi o'rganishga o'zini toqat yetmagan bo'ladi. O'zini kuchi va o'ziga bo'lgan ishonch yetmagan bo'ladi. Shuning uchun u o'zini sherigiga 100% ishonib qolgan bo'ladi. Tadbirkor emas insonni aka ukasiga ko'proq yordam berishadi, uylab berishadi, lekin unga yordam berishmaydi.
Tadbirkor insonni aka ukamga yordam beraman, oyimga, ota-onamga yordam beraman, man ularga o'sishiga yordam beraman degan o'y haqiqiy tadbirkorni o'ylash. Tadbirkor emas inson ukamga yaxshi qarashgan, okamga uni qilib berishgan, menga qilib berishmagan. U tadbirkor emas. Tadbirkor inson akasi mashinasini yangilasa xursand bo'ladi. Ukasi uylansa yaxshi xursand bo'ladi. Singlisi uyini yangilasa xursand bo'ladi. O'sha tadbirkor inson. Chunki tadbirkor inson har doim aybni o'zidan qidiradi. Bo'lmasam siz tadbirkor bo'la olmaysiz, aybni o'zingizdan qidirmasangiz. Aybni aka-ukangizdan, davlatdan, singlingizdan, akangizdan, xodimlaringizdan, klientlaringizdan qidirsangiz, siz tadbirkor emassiz. Tadbirkor inson o'zim nima xato qildim, o'zim nima uchun bunga erishmadim, nimaga bilimim yetishmadi, nimaga tajribam yetishmadi, nimaga xodimlarimga to'liq ma'lumot bermadim, nimaga men xodimlarimni tekshirmadim, nimaga men o'zim mijozlar bilan noto'g'ri gaplashdim, nimaga men o'zim arzon narxda aytdim, nimaga men o'zim harakat qilmadim. Tadbirkor inson har doim kimda xato desam, menda xato deydi. O'zidan ayb qidira olgan inson tadbirkor bo'la oladi. O'shanda o'zini yaxshilay oladi. O'zidan xato qidirgan inson har doim o'zi shaxsiy rivojlanishiga alohida e'tibor berib, bilimini oshiradi. O'zidan xato qidirgan inson o'zini ko'nikmalarini oshiradi. Ya'ni o'zi yangi o'zi sportga boradi, o'zi bilim oladi, o'zi tajriba oladi, o'zi o'rganishga harakat qiladi tadbirkor inson. Demak, tadbirkor emas inson bilan tadbirkor insonni mindset fikrlashi har doim o'zini tadbirkorlardan ko'ra ajratilib turadi. Xo'sh, o'zingizni xato kamchiliklaringizni bilib oldingizmi tadbirkorlikka kirish? Va bilasizmi, tadbirkor inson biznesga o'yindagi qaraydi. Bugun yutqizsa, ertaga yutishini biladi. Sportga har kuni trenirovkaga chiqsa, ertaga chempion bo'lishni biladi. Va tadbirkor inson biladi, har kuni men bilim olsam, har kuni men sotuv qilsam, har kuni klientlarimga o'z mahsulotimni bersam va men o'zimni komandamni kuchliroq qilib tarbiyalasam, ertami kechim men yutaman deydi. Ya'ni siz tadbirkor emassiz agar bir yilda millioner bo'lib keta olaman deb o'ylasangiz. Siz tadbirkor emassiz, chunki haqiqiy tadbirkor biladiki, hozir bir yil bozorni o'rganadi, bir yil klientlarni o'rganadi, keyin mijozlarni o'rganadi va har kuni Instagramga stories joylasa, target qo'ysa, mijozlar bilan to'g'ri gaplashsa, u 2-3 yil, 3-4 yilda o'zini kapitalini qilib oladi. Yoki u hatto o'rganadi. Tadbirkor emas inson mashaynik bir yilda hamma pulni yig'ib olgisi keladi. Chunki tadbirkor inson biladi, uni eng katta boyligi bu tajribasi va qancha ko'p tajriba bilan mijozlarni, o'zini ko'nikmalarini, bozorni yaxshiroq o'rgansa, u 3-4 yilda bozorni eng katta o'yinchilariga aylanib, bu bozorni egallaydi. Tadbirkor inson sabrli bo'ladi, tadbirkor inson mehnatkash bo'ladi. Agarda mehnatdan qochsangiz, eng oson yo'lda qidirsangiz, bir yilda milliarder bo'lib ketishingizga ishonsangiz, tadbirkorlik siz uchun emas. Chunki tadbirkor inson har kuni, chunki nima uchun sizga aytaman? Bozorni egallash uchun sizga sodiq mijozlar kerak. Sodiq mijozlar sizni boy qiladi. Bir martalik mijozlar sizni boy qilmaydi. Chunki bitta reklamangiz bir marta keladi, u mijoz ketadi. Sodiq mijoz har kuni sizga pul olib keladi, xuddi oylikdagi. Sodiq emas inson sizdan bir yilda bir marta sotib oldi, и всё. Undan pul yo'q. Bir yilda bir marta undan pul olasiz. Sodiq mijoz xuddi oylikdek sizga to'laydi. O'sha sodiq mijozga erishish uchun va ishonchga kirish uchun sizga vaqt kerak. Men biznes boshlab ko'rdim, Turkiyadan kiyim olib keldim, zo'r remont qildim, zo'r joyda ochdim, lekin meni hech kim olmayapti deydi. Men ularga aytaman, sen tushiga kirsinmi sen ochganing? Reklama to'g'ri qilmasang Instagram, Telegramda. Ming reklama qilsangiz ham insonlar sizdan sotib olmaydi. Chunki siz ishonchga kirishingiz uchun 1 yil ketadi. Reklamani Instagramda qo'ying, bannerda qo'ying, Telegramda qo'ying. Dodling 6 oy, hamma blogingizni olib keling, baribir sizdan sotib olishmaydi agar sizga ishonishmasa. Ishonch esa oylab, yillab shakllanadi. Chunki birorta oxiri qarindosh qo'shnisi bor, shular zo'r deb boshqa begona inson haqiqiy reklama, siz haqiqiy reklamada o'zingiz reklama qilmaysiz. Zo'r reklamani sizni o'rningizga boshqalar sizni reklama qiladi. U bombechiski ishlaydigan reklama sharhlar, boshqalar rekomendatsiya qilsa, chunki buni testidan o'tibdi, bu zo'r sharh qoldirdi, o'tib bildirdi, demak deb sotib olaman deydi.
Aynan sizni sodiq mijozlaringiz sizni boshqalarga maqtaydi. Sodiq mijozlaringiz ham sizni brendingizni kengga reklama qilib beradi hammaga, ham sharh, odamlar sizni maqtagan sharh bu eng zo'r reklama turi. Chunki hamma biladi, reklamaga reels olish mumkin, reklamani targetga yoqish mumkin, lekin ishonch esa yillar davomida sodiq mijozlar orqali shakllanadi.